Qo'qon xonligi qanday paydo bo'lganini bilasizmi? Ko'pchilik shunday o'ylaydi. Go'yoki bir kun kimdir chiqib, "Men xonman" degan. Lekin tarixda bunday bo'lmaydi. Qo'qon avval xonlik emas edi. Avval bu Farg'ona vodiysidagi oddiy hokimiyat edi. Yer bor edi, odamlar bor edi, qo'shin bor edi, hokimiyat amalda ishlardi. Ammo Markaziy Osiyoda bitta qat'iy qoida bo'lgan. Agar sen o'zingni xon desang, odamlar bitta savol berardi. Qaysi nasabdan? Qo'qon hukmdorlari mana shu savolga duch keladi. Ular kuchli edi, lekin ularning nasabi Chingiziy emas edi. Demak, eski qoidaga ko'ra ular xon bo'la olmas edi. Shu yerda muammo tug'iladi. Agar hokimiyat bor bo'lsa, lekin qonuniylik bo'lmasa, davlat qancha yashaydi? Bu savolga javob topilmasa, har qanday kuch bir kuni qulaydi. Qo'qon hukmdorlari buni juda yaxshi tushunishgan. Ular bilishgan, agar nasab yetishmasa, hokimiyatni himoya qilib bo'lmaydi. Shu ehtiyoj keyinchalik bitta hikoyani tug'diradi. Bu hikoya Qo'qonni xonlikka aylantiradi. Oltin beshik. Lekin bu hikoya qanday paydo bo'lgan va uni kim o'ylab topgan? Davomi tez orada chiqadi. U videoda siz haqiqiy birinchi xon kim bo'lgan va u qanday qilib xon lavozimigacha chiqqan shaxs haqida bizni kuzatishda davom eting.